Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Men Alekdona Ro'ziboyevich, Kalpanki, Paxtachi Bixinda, shu Amrobod mahallasiga mahalla bankiriman. Kredit olish bo'yicha murojaatlaringizni shu yo'nalishlarni tushuntirib o'tmoqchiman sizlarga. Mahalla loyihasi bo'yicha bizda oldin imtiyozli kreditlardan foydalanib, o'z vaqtida yopganlarga kafillik asosida 50 milliongacha xotin-qizlarga 24%dan, erkak kishilarga 25%dan 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan kreditlar berilyapti. Naqd pul ko'rinish shaklida o'zi band qilganlarga, chorvachilikning yo'nalishini, istiqomat yo'nalishida qaysidan bo'lsa. Keyin esa garovga qo'yish 25%dan bu ham 3 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan olishni xohlaganda bo'lsa bo'ladi. Keyin biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Yillik 27%. Hozir 3 yilga uzaytirildi. Summasi 30 million so'm. Bu ham kafillik asosida beriladi. Keyin oilaviy tadbirkorlik bo'yicha ham ijtimoiy reyestrda turayotganlarga hozir birinchi marta boshlab 50 milliongacha bo'ldi. Bu 12%